Maganman aka. Baxtingga aylanasan, qarshidasanmi, qayerda tursansan? Men Qo'qondaman. Agar Toshkentda san ham, men ham Toshkentda bo'lganimda gul ochib berardim sendan. G'uncham. Qo'qon shapalog'idan yeganmisan? Qo'qonda shapalog'idan Saturn hali yemagan. Adın ekspert pulini Humonjon siyapsizmi? Malades. Qo'qonda shapalog'idan Odilxon yegan, kutilmagan vaziyatda. Shunaqa shapaloq berishga ustasiz-ku, kutilmagan holatlarda. Agar 20 yil trenirovka qilsangiz ham, men bir sportchi bo'lsam, kutilmagan vaziyatda bersam uxlataman. Shapaloq berishda ustasiz. Amirxon Gulim, siz qandaysiz? Siz ham mana halol Adın ekspertda pulini yeyapsizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Muhriddinjon, siz Adın ekspertda reklama qilmaysiz, lekin siz urushayotgan joyda Adın ekspertda reklama qiladi. Siz ham o'sha yerda ishtirok etasiz. Kak o'yinchi sifatida, sportchi sifatida o'shani reklama qilishda yordam beryapsiz siz ham. Ozgina bo'lsa ham siz ham reklamachi hisoblanasiz. Bu meni o'zim shaxsiy fikrim. Men hech qaysilaringni so'kmayman. Meni xayolimga bir 3 ta shervatcha, bitta bo'rvatchani o'rtaga olib talayotgandek ko'rinyapti ko'zimga. Saturn hali bir ikkitagina jang o'tkazdi. Sizlarga o'xshab ko'p jang o'tkazgani yo'q. Sizlarga o'xshab ko'p yutib, ko'p yutqizgani ham yo'q-da hali. Endi chiqib kelayotgan yosh avlod. Ha, ozgina jinni ketdi qilig'i bor. Buni hamma biladi. Boshidan boshlangan. Lekin sizlarcha, sizlar o'zlaringdagi bir zo'r sportsmen deb o'ylasalaring, omma oldiga chiqib olib, bitta go'dakkinani ezib, sudrab, nima deydi, o'rtaga olishlaring to'g'rimi? O'zlaringcha nima deydi, shunga poddershka qilgan ekansan, minnat qilyapsizlar. Ustozlik qildik, yordam qildik, trenirovka qildirdik deysizlar birgalikda. Endi minnat qilyapsizlarmi shu narsani? Halol, harom degan narsani gapirishni bilgan odam gapirish kerak-da. Hali bir inson bor ekanda, men cho'chqa go'shti yemayman, lekin cho'chqa go'shti sotaman. Endi o'ylanglarchi, u halol odammi, halol ish qilyaptimi, harom ish qilyaptimi? Cho'chqa go'shti yemas ekan, cho'chqa go'shti sotar ekan. Muhriddinjonni ham gapi men uchun shunday ma'noga ega-da. Reklama qilmayapman deb chiqib jang o'tkazayotgan joyga reklama qilyapti. Sizlar bir dasturxonga o'tirib non tuz yeb ovqat yegansizlar-da, mana shu 4 allalaring, 5 allalaring ovqat yegansizlar bir dasturxonda. Lekin omma oldiga chiqib bir-birlaringda shunaqa gapirib, sharmanda qilib, izdivasta qilyapsizlar. U bitta insonni o'rtaga olib bunchalik ezish erkakchilikning ishi emas-da. Nastoящий mujikning ishi emas. Mujik inson va через telefonda gaplashib gap so'zini qilib oladi. Endi butun xalq bilishi kerak. Meni oldimga bundan buyoqqa bo'lmasligini u yoq bu yoq deyapti Muhriddinjon. Bildik, eshitdik. Siz zo'r ekansiz, mana oldingizdan haydadingiz. Hammalaring shunga qarshi chiqdilaring. Mayli shu Saturn endi bundan buyoqqa yutqizsa ham qizig'i yo'q bizlarga. Saturn bo'ldi, yutdi bizlar uchun. Hammani yutdi hisob. Voy, bu sizlar bir sportsmen bo'lmanglar, ana o gap bor-ku. Sportsmen bo'lmanglar. Sahar bir unda u yoq bu yoq qarash kerak, o'ylash kerak. Shu bola bilan bir dasturxonga o'tirib ovqatlandik, yelka-melka turuvdik, yordam qildik. Yosh bola jinni ketdi gabi bor. Sal og'iz shaloqroq. Sport bo'yicha ancha-muncha narsani o'rgatdik bizlar. Endi bunday nima deydi, momlab bunaqa bir narsalarni ham o'rgatib olsak, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi deb naborot poddershka biznikilar shunaqa. Biznikilar shunaqa, shu ozgina bir poddershka qilib yordam beradi-da, keyin umrini oxirigacha shunaqa insonlar bor-da, minnat qilib yuradi. Men seni yordam berganman, men seni ko'targanman, u yoq bu yoq deydi. Masalan, men o'zim shuncha paytdan beri mana shu internet sohasida yuraman-da. Biror kishidan yordam olmaganman, yordam so'ramaganman. Nimaga erta bir kun seni men ko'taruvdim, meni orqamdan ko'tarilgansan, meni orqamdan obunachi yiqding, aktiv yiqding degan gapni menga keragi bo'lmagan. Men Allohga shukr o'zim ko'tarilaman, o'zim harakat qilaman, o'zim ijod qilaman, o'zim gapiraman. Meni gaplarimni eshitgan insonlar, meni fikrimga qo'shiladigan insonlar o'zi poddershkasini qilib yordam beraveradi.
Mana bu tepada ko'rib turgan futbolka ko'p narsani hal qiladigan narsada. Bu reklama bu. Bu arzimagan futbolka deyishlaring mumkin. Mana bu ham arzimagan futbolka bo'lishi mumkin. Mana bu futbolka lekin O'zbekiston gerbini reklama qilyapti. Mana u O'zbekiston bayrog'ini reklama qilyapti.